Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarandaşlarım. Bugün yeni bir qitim mülaqat bulup otadıq. Bununla nesip qıyğan Allah'a şükürler olsun. Hammanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Vədimiz boyunca endi istihbarat hakkında sözleşimiz. Ama aralap edebiyat söhbetimiz mi boladı? Bugünkü mavzumuz istihbarat savatlarına kiriş. Birinci. Bu mavzuga köpçülük kızıqıdığandek qıldı. Cümleden men bek kızıqıman. Yakında yani istihbaratga alaqadar 10 parça kitap setip aldım. Kilovatıda. Onu sizler bilen ortaklaşıma. Allah nasip kıysa. Hoş. Gipimizge kelsek. Kızıqış. İnsanlarning fitratıda bo'lgan alayidlik olup, aniq ko'rishga va bilishga bo'lmagan siri, bir narsa sir tutilgan siri, cheklangan siri, bu xil qiziqish shuncha kuchli bo'ladi. İnsan balasını eng evvel xatolashtirgan omilmi ana shu qiziqish bo'lib, cheklangan meyvegi bo'lgan qiziqish gunoh sodir qilishga elib borgan edi. Madaniyat, taraqqiyot, bilim qiziqish tufaylidan rivoj topadi. Hech nimaga qiziqmaydigan inson tuyg'usiz insondir. Tuyg'usizlarning kashfiyot potansiyali olmaydi. Bo'lsa-mu uni joriy qilolmaydi. İstihbarat degan hamon aqlga darhol kelish kerak bo'lgan nuqta gumon. Qarindoshlar, bu nuqta esinglarda olsun. Biz istihbarat deganimizda aqlimizga birinchi kechadigan nuqta gumon. Gumon istihbaratchining dasmayisi, sermayesi hesaplandı. İstihbaratçılar şunla emas, yer astı faaliyetleri bilen şug'ullanadigan her adam için gumon bir sermaye olup, her işqa, her adamga, her uçurga gumani yaqinlashish shart. Balalarcha ishinib ketish, soddilik istihbaratning kuyisidir. Küye degenini bilisizler. Jong yeydigan qurut. İstihbaratçının alayidligi sezgürlük, ma'no berish, hissi tecrübe qabiliyeti, tasavvur ufqining kengligi ifodalanadi. Ama bu tasavvur, bu xil gumani qarash bema'nilarcha, hech asosi olmagan, aqlga uyg'un bo'lmagan shaklda emas. Buning hammasining asosi bo'ladi, hammasi aqlga uyg'un bo'ladi. Shundaqla biz gumon qilayotgan ish, hodisa, odam, voqea deganlarning taraqqiyot mantiqisiga, kelib chiqish mantiqisiga uyg'un bo'ladi. Uni diptengisiga hiç münasibetsiz halda bir gumonni qiysak, o bizning gumon qila olganligimiz olmaydi. Bizde istihbarat bo'lmaganligi uchun istihbarat atalg'illarimi birlik ekanmagan.
Şuna aldı bile atalgılardan başlayın. Agent. Agentlar istihbarat idarelerinde işleydiğin kişiler olup, yoki istihbarat teşkilatlarida işleydiğin kişiler olup, qadimki zaman Uyghur tili, Orxun abidilerde zikri keçidigan, qadimki zaman Uyghur tilideki çaşt degenge to'g'ri keldi. Çaşt. İsanlı tutunma. Rus tili arqılıq kirgen razvedchik degen sözmü bizde aralash qo'llanildi. Bundan keyin çaştni agent o'rinda qo'llanishni tavsiya qilaman. Agent bizga Rus tili arqılıq kirgen bo'lg'achqa biz agent deymiz. Ama bunun aslisi agent. İngilizce'de agent. Türkçe'de ajan. Bu şu agent'tin özleştirme kabul kılınan bir söz. Ajan. Bunu Uygurca asli Uygurçamızda çaşt degen şu. Casus. Bu sözünü Rus tili arqılıq qabul qilingan şpiyon degen söz bilen aralashtirib ishlatib keldik. Şpiyon mu asli Rusça emas. Bunu Rusçada şpiyon deydi. İş emas, ivili başlanmay, şivili başlandı. Şpiyon. Bu mu G'arb tillardagi spionage degan so'zdan, spion degandan o'zlashtirib Ruschaga ahang tarjimasi qabul qilingan va Ruschadan bizning tilimizga kirgan. Ba'zida spion deymiz, ba'zida jasus deymiz. Aralash ishlatib keldik. Bu söz Uyghur tilidagi ayg'aqchi degan so'zga to'g'ri keladi. Ayg'aqchi dushman davlatda yoki dushman guruhlar ichida va yoki umuman kuzatish obyekti qilingan kishilar orasida harakat qiladiganlardir. Ayg'aqchi. Bu so'zni ayg'aqchi deb birlikka keltirsak tamamen bo'ladi. Va yoki ma'nodosh so'z qilib birlikte işletsek mi bo'ladi? Çünkü bazı tillarda xabaringlar bo'lgandek o'xshash bir narsaning nurg'un xil atılışı bo'ladi. Bu tilning boyligi bo'lib hisoblanadi. Endi quloq. Quloqlar öz o'zidan gap to'shigan kishilarni maqsadlik ish qilishdan barliqqa keladigan bo'lib, bundaq kişilerde to'g'mi gap to'shish, birlarining ushurlarini tintinglash xarakteri bo'ladi. Şunu sahadagi ayg'oqchilar bularning bu xil xususiyatini bayqagandan keyin ularni kichik manfaatlar badaliga ko'say qilib ishlatadi. Ko'say. Tonoda o'tqa ochaydigan ko'say. Ya'ni qo'lingizni ko'chlayolmaysiz, qo'lingiz kuyib ketadi, shunga ko'say ishlatasiz. Quloqlar istihbarat bo'yicha kasbiy tarbiyalanishni boshdan kechirgan rasmiy istihbaratchilar emas. Endi yana bir turlik odamlar istihbaratdagi Ağmaxan. Ağmaxan deb anglab baqqanlaringlar balkim bek az. Gerçi til to'g'risida bek cho'nqir izlanayotganlaringlar nurg'un bo'lishonliq qaramay. Ağmaxan Chashqan oilasiga kiradigan bir jalliq bo'lib, Jug'i Chashqandan cho'ng.
Ama turqi çaşqanğa oxşaplı qalmay, qılıq hərəkətlərim oxşaydı. Etizlarda ziraat dallarını uvusuq toşub gidiyordu. Yüzlep kilo açlık toplup aladı. Ağmıxan bazı şivillerimizde serik kuyruk dep atıldı. İngilizce rat, Türkçe köstebek deyildi. İstihbaratta ma'lum bir istihbarat teşkilatıda işleydigan, ama düşman tarafki setilgan casuslar Ağmıxan deyildi. Bu öz taraf üçün qo'rqinchlik darajada zina bo'ladigan, qarish taraf üçün alaydınның g'arig'i yo'liqqandek uchur g'azinasiga erish bo'lib, istihbaratning eng qo'rqidigini Ağmıxanlardır. Yani bir tarafning jasusi yoki chashti yoki ayg'oqchisi turib, yana bir istihbarat, düşman istihbaratiga ishlaydiganlar. İstihbarat uçurları mana şu 4 türlü kişiler tarafından meydana keladi. Nima? Çaşıt, ayg'oqchi, quloq, Ağmıxan. 4 türlük adam. Ağmıxanlar bu halkıda daimi emas. Çünkü her daim uçurab durmaydı o. Tali onkep qalğan istihbarat təşkilatları düşman istihbaratı içidən bir Ağmıxanğa erişib qalishi mümkün. Bu daimla bu halkıda mevcut bir tür emas. Yani astıdan üstüge qarasak, quloqlar uçur toplaydı. Ayg'oqchilar maqsadga uyg'unlarni tanlab idoraga yo'llaydi, ishxonaga. Va quloqlarga nimalarga diqqat qilish haqida ko'rsatma beradi. Ishxonadagi chashitlar analiz qilib, shallash elib boradi va kerakliklarini, to'g'risini bekitib, ishlatish uchun keraklik yerga, ya'ni qaror og'uchilarga sunadi. To'g'risini bekitadi deganimizda diqqat qilishga tegishli ki, odatda istihbarat xizmati nurg'un saxta uchurlarga uchraydi. Xato yo'llantirishlarga uchraydi. Shunga maxsus mutaxassis chashitlar tahlil qilish, selishtirish, tasavvur va aqliy yakun chiqarish orqali to'g'risini bekitib chiqadi. Buningda asosligi bu uçurun kelgan manbasi bilan cheklanmay, ikkinchi manbadan kelgan boshqa uçurlar bilan qarşılaştırış orqali, hatto uchinchi manbadan kelganlar bilan qarşılaştırış orqali to'g'rilandi. Agar mush birli manbadan kelgan boshqa manbalarda bu haqda hech gap bo'lmagan bo'lsa, gumonliq bu. Başka mənbələr bunu toluqlışı, qollaşı lazım. Qulaqlar cəmiyyətin türlü qatlamındakı adamlardan qolğa keltirildi. Bayırdık təbii xüsusiyyətində birisini çeqibli turadigan, daim xalqning sirini qo'chilaydigan xususiyatli kishilar. Bu təbiiləri bu. Bulardan ibaret olsa, bazılarını maqsadlik holda ojizliklardan foydalanib qo'lga keltirishga to'g'ri keladi. Masalan, burun deb o'tgan to'q, pul, jinsiyat, mavqe martaba, shuhrat, nom ataq qatorliqlarga bo'lgan omroqligidan foydalanib, yo'l qishqa dastiladi. Hatta ba'zi bek kerakliklarini aile a'zolarini görevde tutuş orqali qo'rqitib, talab qilingan ishlar qildiriladi. Bu haqda Mamtimin hala e'lon qilgan videoda deyilgan ishlar aqlimizda bo'lsin. Shantaj qilish yoki quyruqini tutib olish.
Yine ideologiyilik birlik, ölçmellik, qatarlıq iddivi amillarımı kulak ovlaşta paydalanışqa yaraydı. Mesela ideologiya oxşaşlık deganimiz. Burunmu bir qitim deyilgan bu payımda kapitalizm cemiyetide yaşaydigan ama komünizm meslikiga aşık insanlar komünist sistemlarga ixtiyari halda kulak bulup hizmet qilishi mümkün. Komünist sistemni bunu cennet deb o'ylaydi, uni ko'rib bakmagandı ekan. Şunlaşqa onunğa bek aşık oldu. Çünkü onun depterdeki gepli bek çıraylıqda. Hayran qağıdık derecede. Bununla en yaxşı örnek bu ideologiyilik oxşaşlık qarta qo'lga keltiradigan kulaklarının en yaxşı örneki. Cambridge'lik 5 deb atalgan 5 savaqdaş. Cambridge Üniversitetida o'qiyotgan chig'ida komünizm maslikiga qiziqqan. Shuning bilan ixtiyoriy yo'sinda Sovet İttifaqı uchun ishlagan. Angliyaning bu beşeylerden en meşhuri Kim Philby. Kim Philby hiç paş bo'lib qolmasdan ömür boyu Sovetga aygaqchilik qilgan. Yeni bir Sovet jasusi Melina Norwood Angliyaning yadro sirlarini atom bombasını qanday yasaydiganligi haqidagi ilmiy uçurlar Sovet İttifaqıga bergan meşhur jasus bo'lib, ta ki 92 yılı KGB'nin arxivchisi Mitroxin Angliyaga sig'inganga qadar paş bo'lib bakmagan. O yaş çağlarında Komünist Partiyaga a'zo bo'lgan bo'lib, komünistlarning insonlarni baravar qiladiganligiga hem adamni baxtli qiladiganligiga ishonganlik uchun jon tikib ishlagan. Hatta o 1979 yılındaki Sovet İttifaqı ziyareti jarayonida Sovetlar tarafidan berilgan mukofot pulini red qilgan. Ben onu pul uchun qilmayman degan. Pul uchun qilmadim degan. So'raqladimi o bu ishni pul uchun qilmaganligini, ulug' bir g'oya uchun qilganligini ta'kidlagan. Bundan başqa qattiq o'chmanlikmi ixtiyoriy quloq bo'lishga sabab bo'ladi. O'zining jamiyatiga, o'zining xalqiga, o'z millatiga qattiq o'chmanligi qo'zg'alib qolish sababidanmi quloq bo'lishi mumkin. O'z jamiyatida, o'zi yashayotgan jamiyatda qattiq yeklangan, zarbaga uchragan, g'ururi zidilangan biri o'zining xalqiga qarshi dushmanga xizmat qilish orqali dardini chiqarib olish yo'lini tutishi mumkin. Masalan, ma'lum bir sababdan turmaga kirganda erliki tajovuzga uchragan bo'lsa, uningda sistemga qarata o'chmanlik uyg'onishning aksicha o'ziga bosqinchilik qilganlarga, ya'ni o'z millatiga o'ch bo'lib qolishi mumkin. Gerçi aql bilan o'ylaganda hammaning oqisidagi bosh sababkor siyosiy sistem bo'lsa-mu, inson bolasi hamon bevosita ziyonkashlik qilg'uchini buyruq bergichidanmi bekroq yomon ko'rib qoladigan bo'lg'achqa, yana shundoq bir o'chmanlikni tug'dirish orqali uni sadoqatman ayg'oqchi qilib olg'ili bo'ladi. Biz odatda Uyg'ur jamiyatimizda bir muncha odamlarni jasus, ya'ni ayg'oqchi deymiz. Amaliyotda bu odamlar quloq turdagi odamlar bo'lib, resmi ayg'oqchilar tarbiyalangan kasbiy kishilardir. Quloqlar tarbiyalanmaydi. Agar sharoit o'ng kelsa
ve zürür olsa, yani onunla tapşırıldığın nöbetdeki vazife bir az alaydilerek bola, onunla bir az istihbarat savadı bulmaydıgan zürüriyet olsa, bir iki günden bir iki haftalık terbiyelenişi mümkün. Bu tür müşunda terbiyelendiğin kulak türü. Türmege kirgenden keyin vazife öteşke maqul bolganlarga bek on keladi. Kishilar ularni türmede deb o'ylaydi. Ve türmedeki kishilar öktüçü bir xalqning nazarida qahramonlardir. Yani bizning qahramonimiz bizni deb türmege kirib ketdi deb o'ylaydi. Ama ular o yerde o'qitilayotgan bo'ladi. Bu nuqtadan chet elga chiqarilganlarning ichida bir ikki ayg'oqchi bo'lishi mumkin. Terbiyelenganlar bo'lishi mumkin. Qolganlarning hammasi quloqdir. Türmede yetib chiqqanlar ma'lum kasbiy tarbiyalanishga fursat bo'lganlar bo'lib, başka adetdeki kulaklardan farklı buluşluğu bilen xatarlikroqdir. Çünkü ular nima qilishini bilib qilalaydigan halqılık paytlarda yol yo'riq so'rab yurmayla o'zi qaror bera oladigan ma'lumotga ega kishilardir. İstihbarat uçurları. Bizde istihbari uçurlar hala to'g'ri bir atalgı bilen birlik kelmedi. Birdemde axbarat deymiz. Xitoychadan tercüme qilingan, to'g'ridan to'g'ri tercüme. Axbarat deymiz. Lekin bu manbasi Xitoycha bo'lishiga qaramay, Xitoychaga o'xshamaydi. Çünkü Xitoychada ikki xil bu atalgı. Biz axbarat deb bir xil tercüme qilayotgan bu narsa Xitoychada ikki xil. Biz her ikkisini axbarat deb tercüme qildik. Xitoychada Chingbo, Gungbo. Gungbo axbarat, Chingbo istihbari uchur. Maxfiy uchur. Birden Türkçe'ye mail bilgi dedik, bilgi. Bunu bir az buludu yani. Ama bilgi bek keng managa. O faqatla jasuslar tarafından qo'lga keltirilgan uçurni bildirmaydi. Bilgi, veri, data, sonliq ma'lumot deganlarning hech biri bu mavzuda ko'z tutilgan hasilatning ismi emas. Ama Uygur tilida bu sırtık demektir. Sırtık. Ama biz bu sözünü kullanışta mana dairesini taraytıp ettik. Şuna hali köp kişilerge natınış keledi. Sırtık desem sizle nimeni düşerden şu anda? Hiç anlap bakmagan bir gapdek duyuldu sizlerge. Şunda kodayım. Lekin biz bunu ma'lum kontekst koyup, mesela sırtqıdanmaq şeklinde kullanılan çağımızda hemmeylenge tunuştuklu bir söz ekanligini bayqaymiz. Bir narsinin sırtqını anmaq. O halda istihbarat faaliyeti del sırtqını ilişmi emasmi deb o'ylab ko'rganimizda jazm qilamizki sirtqini almak istihbarat faoliyatini ko'rsatadi. O halda bu faaliyat bilan qo'lga keltirilayotgan hasilat sirtq demektir. Nimalarning sirtq elinadi? Yoki sirtqini elish degan nima? Sirtqini elish ko'rinib turganidek sirtqni qo'lga keltirishni öz obukti qilgan bir harakatdir. İkinci türlük qilib aytganda bu faoliyatning asosini tashkil qiladigan sirtqdir. Sirt qila olganlar va buni qurolga aylantirib qo'lida tutganlar nima qilaman desa qila oladigan mumkinchilikka erishadi.
Hatto qo'lingizdagi sirtiq bilan bir madaniyat barpo qilishingiz mumkin, bir madaniyatni yo'q qilishingiz mumkin. Bir davlatga urush qo'zg'ashingiz mumkin, tinchlikni qo'lga keltirishingiz mumkin. Davrimizni uchur davri deydiganlar ko'p. Bilimning kuch ekanligini qabul qilmaydiganlar yo'q. Demakki, bilim kuch. Hakimiyet, igilik hukuk, pul, üstünlük, muvaffaqiyat elib keladi. Bilim. Sirtiq, uchur, bilim ko'p hollarda o'xshash bir obyektni ko'rsatadi. Ba'zida o'xshash usul bilan qo'lga keltiriladi. Ya'ni eng keng ma'noda kelgan bilim sirtiq elish faoliyatlarining natijasidir. Bilim mevcutluqning tunulishidir. Mevcutluqni tunish, uning haqida bilish demektir. İstihbarat bek keng ma'nodagi ish. Harakatning nomi bo'lib, sirtqinanmaq shularning ichidagi bir turidir. Biz istihbarat bilan atsak agar buni xato bo'lishidagi sabab shu. İstihbarat faqat sirtqin elish emas. Faqat uchur to'plash emas yoki. Sirtqin elish mush istihbaratning ichidagi bir tur faqat. Bundan başqa istihbaratda yolg'on xabar taqitish, qarshi jasuslik, azg'ashtiruvchi operatsiyalar, toplangan uchurlarni analiz qilish va shallab chiqish qatorliq bek ko'p faoliyatlar bor. Burungi videolarda deyilgan ochiq manbalik istihbarat va yepiq manbalik istihbarat deyilgan ikki cho'ng tur bo'lib, bugungi kunda ochiq manbalik istihbarat faoliyati bargan siri asosiy o'rinda bo'lib qelyotdi. Bunun sababi taraqqiy qilgan ommaviy matbuotlar va uchur vositalaridir. Ochiq manbalik istihbarat asosan matbuotlardagi oshkora manbalar, xabarlar, bayonotlar, davlat arboblarining faoliyatlari, diplomatik berib kelishlar, ikkinchi davlat bilan qilishgan kelishimlarining mazmunlari, shu davlat jamiyatida qanot yaygan ma'naviy yo'sullar, avjaldirilgan kayfiyat, yo'nalishlar tahlil qilinish orqali qo'lga keltiriladi. Bundan başqa bugungi kunda barliqqa kelgan elektronlik uchur vositalari insonlarning mahrumiyatini 0 darajasiga tushirdi. Ya'ni bugun sir deydigan narsa qolmadi. Ommaviy uchur vositalarining jimisi uchur to'plash uchun ishlatilmoqda. Bundan başqa birmuncha jasuslik programmalari bekorlik programmalarga yuyilib sunulmoqda. Aslanlar, sizlarga keraklik o'zi bekorlik bir program bor torda. Uni tushiraman desangizlar, sizga boshqa bir narsani tanlaydi. Mani tushirsan, andin uni ochqili bo'ladi. Yoki buni tushirsan, andin uni ishlatgili bo'ladi deydigan shaklda keraklik siz ishlatmoqchi bo'lgan, siz izlagan programmaga yuyilib yana bir narsa sunuladi. Bundan başqa davlatlarning istihbarat tashkilotlari tarafidan ishlatilayotgan elektronlik uskunalarmi bek ilg'orlashib ketdi. Onun uchunmi bugungi dunyoda sir deydigan narsa qolmadi deyishimiz mumkin. Bo'libmi Amerikaning milliy istihbarat organi tarafidan ishlatilayotgan telequloq, echelon degan bir nima, telequloq. Bütün dünyani tanışmakta bu quloq. Yüzlеген jasuslik sunniy hamrohlari bilan yer usti signal qabullash punktlarının mas qadamdagi xizmati bilan bu ish bizning tasavvurimizdan qatma-qat o'tib ketgan saviyaga ulaşdi. Sirtiq elish asosligi yepiq manbalik istihbarat bo'lib, bizning o'rganadiganimiz,
Nayti az qaldı bunun işi. Asasen uçuq mənbəlik tayındıgan bop ketdi. Əmdi konu zamandan qalğan düşmanның arasıga kallını koltuqqa qısturib bardıgan, jandan keçip berip qoluğa keltirdigan sırtıq eliş nayti az bir qismni teşkil qılıp otadı hazır. Bizning bu videolarda deydiğimiz asaslıqı yepiq mənbəlik istihbarat. Yani düşmanlarımız bilýänmisin dep nayti qattiq saqlaydigan, haqqı bildirgis gelmeydigan sırlar, malumatlar, uçurlar. Yepiq mənbəlik istihbarat. Biz həmişə haqqını gap qıladigan ve bizni ziyadı qiziqtirdigan tür yepiq mənbəlik istihbaratdır. Yepiq mənbəlik istihbarat yepiq mənbə nişan dövlət yoki nişan toplumning boshqalariga bildirgisi kelmaydigan sirlardir. Bular material ishxonalari, arxivxonalardagi qulupluq sanduqlarda saqlanadiganlardan murakkab bexatar shkaflarda, yer asti arxiv uylarda barmoq izi tonish, ko'z rangini tonish, yüz tunuş sistemleri arkalı açkılı oladigan murakkab quluplar bilan qo'g'dilayotgan sirlargacha o'z ichiga oladi. Yepiq manba. Bizning klassik tushunishimizda sirtqini elish faqat urushayotgan ikki taraf orasidagi paylaqchilik faoliyatini bildiradi. Lekin bugungi reallik shuni ko'rsatmoqdaki, ittifoqdosh davlatlar, dost devletlerinin münasebet terzi hükümetler için dostluk olsun mu? İki hükümet için dostluk olsun mu? Her iki tarafının, her iki devletinin istihbarat teşkilatları devamlı halda birbirine düşmandır. Çünkü devlet sırları her kandak dost devletten mi saklanıdı? Ya ki en mühimleri saklanıdı. Şuna dost devletler arasında mı karşı istihbarat faaliyeti yanala mevcut olur. Bundan başka uruşuvatkan iki taraf arasındaki harbiy sırlarının sırtıqını eriştek klassik düşünüş allaqachon tarixga aylangan bo'lib, bugungi kelganda iqtisodiy sirlar, texniki yenilikleri istihbaratning texim muhim nishoniga aylandi. Nima uchun? Yuqorida deyilgandek bilim, biz erişishni arzu qilgan hamma narsani bizga bera oladigan qudratli kuch bo'lganligi uchun. Shunga ma'lumotlarga qaraganda Yaponiya istihbaroti 80% diqqatini va kuchini texnika istihbarotiga qaratmoqda ekan. Konu davrining kuchligi, konu zamanning eng kuchligi, qudratligi nochisi yoki hidrogen bombasi bilan o'zini namoyon qiladigan bo'lsa, bugungi davrning nochisi mikrochiplarda o'zini ko'rsatmoqda. Mana bu istihbarat mulozimatining asosiy diqqatini texnika uchurlari va iqtisodiy uchurlarga markazlashtirishidagi sirdir. Qarindoshlar, abisonlarni zeriktirib qo'ymaslik va chapsarroq hazm qila olishinglar uchun qisqaroq so'zlashni qaror qilgandim. Shuni mishada to'xtayman. Hali ham sal uzrab ketgandek tuyuldi menga. Agar vaqtinglarni olib qo'ygan bo'lsam, kechirsizlar. Keyingi qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Alloh hammanglarni